Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklarimiz sizlar uchun. Jizzaxda 18 yoshli qiz ko'zi ko'rmasligiga qaramasdan, oyog'i ishlamasligiga va qo'li ishlamasligiga qaramasdan, hatto nafas olmasdan turib o'z onasiga yosh kitobxon tanlovida vertolyot sovg'a qildi va 500 ball bilan o'qishga qabul qilindi va plus ingliz tilidan 17,5 ball IELTS oldi xola. Sizni qizingiz nima qildi xola? Yo qo'shnini qizida ham bo'lolmadiki, bir ovqat ham qilishni o'rganmadi xola, yana sizga noshukrlik qiladi. O'zingiz yemək yedirdingiz, o'zingiz kiymak kiydirdingiz, yana gap qaytarishni biladi. Oyiga 1 milliondan ziyoddan ingliz tiliga berdingiz, ingliz tilini harfini o'rganolmadiki, IELTS tugur. Hali ham no nes hillois deyurdi. Yo mana sizni o'g'lingiz nima qildi? Shu qo'shnini balasini qarang xola. Qo'shnini balasi aytchali ham bo'lolmadi. Oxiri mana televideniyada televizorga chiqib gapiryapman shu gaplarni. Shuncha qiyinchiliklarni katta qilgan balangizni qarangda, qo'shnini balasini qarang. Yegani oldida yemagani ketida, to'g'rimi? Kiymay kiydirdingiz. Birovning balasidan kam joyi yo'q, lekin qo'shnini balasini qarangda, buni qarang. Shu yaxshimi xolajon?